Sizga kim yomonlik qilyapti? Kelinglar shu mavzuda ko'ramiz. Bu Rohiba Taro. Demak, bitta mani profilim, Rohibani profili boshqa. Voy, bitta boshqa profillarim yo'q. Boshqa nom ostida ish olib bormayman. Iltimos mani bittasi bilan adashtirib yozavermanglar. Mani ishlash umuman uslubim boshqacha. Men ko'rishim umuman boshqacha. Men har doim tirnoqlarim bilan yuraman manikyurda. Shu sababli e'tiborliroq bo'linglar, iltimos. Xo'p. Demak, sizga kim yomonlik qilyapti? Ming bora uzr, tomog'im ozgina shamollab qolganman. Yozib kommentariyalarimda, analitikalarımga yozganingiz uchun video olishga qaror qildim. Xo'p, demak, ko'rib olamiz, sizga kim yomonlik qilyapti. 3 ta variant qilamiz. Bu birinchi variant, bu ikkinchi variant. Demak, bu kartalarimiz uchinchi variant. Ko'nglingizga yoqayotgan kartalarni tanlang va biz ko'rib olamiz. Demak, shaxsiy bog'lanish uchun nomerim 930 09 07. Telegram, WhatsAppdan javob beraman. Xo'p, birinchi variant. Xush kelibsizlar. Demak, ko'rib olamiz. Birinchi variantni kelinglar, o'zi qisqacha ko'rib olinglar. Sizni variantingiz ekanligini tushunmayotgan bo'lsangiz, qisqacha endi mana shunaqa qilamiz. Hayotingizda nima bo'lyapti? Mana birinchi variantni tanlaganlarni hayotida hozir nima ming bora uzr. Xo'p. Birinchi variantni tanlaganlarni hayotida hozir nimalar bo'lyapti deb ko'rib olamiz. Agar sizga to'g'ri kelmayaptimi, demak, bu variantni ko'rmang. Hayotingizga havas qildim, lekin xo'p, birinchi variantlarni tanlaganlarni hayotida nimalar ko'ryapman. Demak, dvoyka jezl kartamiz. Mana ko'rayotgan bo'lsangiz, bu yigitimiz bizda olislarga termulayotgani, demak, dunyo qo'lida ekanligi, u nimalarnidir reja qilayotganini ko'ryapmiz bu yerda. Bu karta tanlov ham bo'ladi. Ya'niki hozir hayotingizda qanaqadir tanlovlar ketayotgan bo'lishi mumkin deb ayta olaman. Devatka kubkov kartamiz. Bu bizda mana ko'rayotgan bo'lsangiz, juda ham ko'ngli to'q insonimiz tasvirlangan bu yerda. Hozirda o'sha qanaqadir bir shaxsiy hayotingizdami yoki moliyaviy taraflamami ko'nglingiz to'q ekanligini ko'ryapmiz. Chunki bu yerda kubkoviy kartalar mana bitta, ikkita, 3 ta, 4 ta, 5 ta kubkoviy kartamiz tasvirlangan, bittagina jezloviy karta. Kubkoviy kartalarimiz bizga demak nimaga javob beradi? Gapirishga qiynalyapman, ming bora uzr, ahamiyat berib, yana shunga ham negativ yozib chiqmanglar, iltimos. Iltimos qilaman. Negativ yozmanglar bo'ldi. Men har kuni video chiqaraveraman, sizlarga ovuraman. Xo'p, demak, kubkoviy kartalarimiz bizda nimani tasvirlaydi? Bu bizda hissiyotlar, bu bizni demak ko'proq tuyg'ular kartalarimiz. Demak, bu yerda o'sha qanaqadir bir romantichniy holat ketayotgan bo'lishi mumkin. Yolg'iz ayollar, yolg'iz qizlar bo'ladigan bo'lsa, hayotida kimdir kirib kelgan bo'lishi mumkin. Chunki mana korol kubkov bizda demak bu yerda tasvirlangan, hayotingizda yigit kishi bor deb ko'rsatadi. Hayotingizda hozir hech kim yo'q bo'lsa, demak bu variant sizniki emas. Bu variantni ko'rmang. Bu yerda mehr muhabbat, bu yerda romantika, bu yerda flirt, bu yerda ko'ngil to'lishi, mana troyka kubkov kartamiz ham o'yin kulgu kartasi hisoblanadi. Ya'ni kimlardadir demak to'ylar bo'layotgan bo'lishi mumkin, qanaqadir yig'inlar, o'tirishlar, gaplar, mana shunaqa holatlarni ham ko'rsatadigan kartalar tasvirlangan. Bu yerda hozirda hayotingizda ko'nglingiz to'q ekanligini ko'ryapmiz. Agar sizga to'g'ri kelgan bo'lsa, demak, bu sizni variantingiz. Birinchi variantni tanlaganlarga xo'p, demak, mana shunaqa ko'z temasi hayotingizlar juda ham chiroyli, menga yoqdi. Demak, birinchi variantni tanlaganlarga hozir yomonlik qilayotganlar bormi? Voy. Dahshat, xo'p.
Demak, bu yerda nimani ko'ryapmiz? Juda ham zo'r kartinka tasvirlanib berilibdi bizga. Xo'p, sizni orqangizdan demak yomonlik qilayotganlar bor, magiya bilan ham shug'ullanayotgan bo'lishi mumkin. Tuhmatga bu yerda 50% magiya qilayotgan ham bor. 50% demak orqangizdan g'iybat deymizmi, tuhmatlar deymizmi, mana shunaqa holatga tushgan. Hamma narsani men magiyaga yuborib to'g'rilamayman. Yo'q. 50% auditoriyada magiya qilayotgani bor. 50% auditoriyada birinchi variantni tanlaganlarda demak yo'q, magiya qilayotgani yo'q. Ya'niki o'sha orqangizdan tuhmat mana shunaqa holatlar qilayotgan bo'lishi mumkin. Kartalarimiz ko'rsatyapti. Четверка jezl bizda mana ko'rayotgan bo'lsangiz, uy kartasi tasvirlangan, yonida karta diyavol kelyapti. Demak, ko'rishimiz mumkin bu qaysidir o'sha aytaylik, uy kartamizda kimlar tushadi? Qo'shnilar, qarindosh urug'lar, yaqin guruhdagi insonlar, uzoqdagi emas, bu ish emas. Bu boshqa joy emas. Именно demak yaqin o'zingizni qarindoshlaringiz tarafidan yokida demak o'sha yon atrof prям qo'shnilar tomonidan ham bo'lishi mumkin. Uy bilan bog'liq, ya'niki o'sha uyda nimalar bo'ladi? Uyda bizni rodimiz, bizni qarindoshlarimiz, demak mana shunaqa holat bo'ladi. Demak, karta diyavol bizda sehr amalini ham ko'rsatadi. Keyin orqangizdan demak tuhmat mana shunaqa g'iybat holatini ham ko'rsatadigan kartamiz hisoblanadi. Paj kubkov kartamiz mana demakki ko'rsatadiki, bizga o'zini juda ham muloyim ko'rsatishi mumkin. Voy, siz shirinsiz, siz zo'rsiz, sizdan zo'ri yo'q deb turib, ikki xil o'yin olib boradi deb ko'rsatyapti. Mana dvoyka mechey, dvoyka pentakl. Bu mana ko'rayotgan bo'lsangiz, mana masxaraboz bu. Bu kartada tasvirlangan yigitimiz o'zi masxaraboz yigit, ko'ryapsizmi? Mana shunaqa pallalarni demak o'ynatadi. To sizga yon bosadi, to demak orqangizda mana bunaqa ishlar qiladi, o'zini mana bunday ko'rsatadi. Demak, ko'rishimiz mumkin. O'zini demak juda ham muloyim ko'rsatayotgan inson orqangizdan yomonlik qilayotganini nima uchun qilyapti deganimizda, demak, to'z pentakl kartamiz tasvirlangan. Boya o'zi siz hayotingizni ko'rganda hayotingiz tinch, yaxshi. Xursandchilik, birovga demak tegmaydigan, birovga вообще mani hayotimga tegma, men sanikiga tegmayman degan prinsipda yashaydigan inson ekansiz. To'z pentakl ham bizda demak nimani ko'rsatadi? Finansiy stabilность, ya'niki boyagi demak pul taraflama yoki o'sha resurslaringiz ko'p bo'lishi mumkin. Не обязательно pul. Men misol uchun kimlardadir ishsiz, pulsiz bo'lsa ham zato uyi bo'ladi, например, misol uchun qanaqadir stabilность bo'ladi. Demak, ko'rishimiz mumkin. Bu yerda o'sha mana shu stabilностingizga, sizni demak material holatingizga hasadi sababli bor deb ko'rsatadi. Demak, bu yoru do'stlar ortida yokida o'sha demak qarindosh urug'lar orasidan deb ko'rsatyapti. Qo'shnilar ham bo'lishi mumkin, chunki bu yerda uy tasvirlangan, uyning yonida demak qo'shnilar ham bo'lishi mumkin deb ko'rsatadi bizga kartalar. Xo'p, demak bu birinchi variantida. Ikkinchi variant mana bu kartalarimiz. Demak, ikkinchi variantni ko'rib olamiz. Ikkinchi variantga yomonlik qilayotganlar bormi? Birinchi o'zingizlarning hayotingizlarni ko'rib olaman. O'zingizlarning hayotingizlarni ko'rayotganim, agar sizga mana shu aytayotganim to'g'ri kelsa, demak bu sizning variantingiz. Shu narsadan tushunib olsangiz bo'ladi. Demak, ikkinchi variantning hayotida nimalar sodir bo'lyapti? Ikkinchi variantning hayotida nimalar sodir bo'lyapti? Ikkinchi variantning hayotida nimalar sodir bo'lyapti? Bu yerda nima holatni ko'ryapmiz? Demak, ikkinchi variantni tanlaganlarning hayotida, oilasida demak, oilasi bor ko'pchilik auditoriyani bu yerda oilalilar o'ylagan. Oilasida demak, mana deyatka kubkov, xursandchilik, oila kartamiz, lekin yonida deyatka jezl kelyapti. Demak, ko'rishimiz mumkin ozgina munosabatlarda charchoq borligini. Demak, siz qiz bola bo'lsangiz
o'sha partnyoringiz ozgina sovuqqon bo'lib qolganini ko'rsatadi. Bizga korol mechey kartamiz bizda juda ham demak qattiqroq qirolimiz hisoblanadi. O'sha munosabatlarda tuman ekanligini ko'rsatadi. Bizda hozirda munosabatlarda sal sovuqchilik, demak ozgina demak charchoqlik hissi, munosabatlarda charchaganlik hissi bor ekan. Munosabatlarda ikkilanish bor ekanligini ko'rsatadi. Bu yerda polniy kartinka, polniy shaxsiy hayotingizni ko'rsatyapti. Ya'niki shaxsiy hayotingizda mana shunaqa mehrga to'la bir-biringizni sevasiz. Bu yerda karta влюбленный tasvirlanganda. Lekin ikkilanish, tanlovlar, demak tuman, sovuqqonlik va ozgina munosabatlarda toliqishlik kartalari bu yerda tasvirlanganini ko'ryapmiz. Agar sizda mana shu holat bo'layotgan bo'lsa, demak bu sizni variantingiz. Xo'p. Endi biz ko'rib olamiz ikkinchi variantni tanlaganlarga. Ikkinchi variantni tanlaganlarga yomonlik qilayotgan bormi? Yomonlik qilayotganlar bormi? Ikkinchi variantni tanlaganlarga yomonlik qilayotganlar bormi? Ikkinchi variantni tanlaganlar, oy namuncha hamma yoqda shu karta to'g'ri. Ikkinchi variantni tanlaganlarga yomonlik qilayotganlar bormi? Bekorga shaxsiy hayotingiz boya ko'rganimda unaqa bo'lib turmagan ekanda. Bu kartani ham bekitishim kerak, bo'lmasam yo'qlab qo'yadi. Ikkinchi variantni tanlaganlarga yomonlik qilayotganlar bormi? Tushunarlik. Bu yerda demak yomonlik qilayotgan inson bor hayotingizga. Bu inson yigit sababli yomonlik qilayotganini ko'ryapmiz. Mana korol pentaklimiz tushyapti. Korol pentakllarimiz bizda demak rus tilida aytaman, o'zbek tilida ozgina demak tushunishim qiyinroq. Yer energiyasiga bog'liq inson bu. Ya'niki Telets, Kozerog, Deva. Deva adashmasam bizda parizod, to'g'rimi? Telets adashmasam bizda buqa degan qamiz bormidi? Keyin bilsanglar yozib yuboringlar, mana men aytayotganlarimni. Telets, Kozerog, Deva burchi asosidagi erkak tog' echkisi. Mana shu burch vakillariga ega erkak sabab demak hayotingizga yomonlik qilayotgan ayol bor deb ko'rsatadi bu yerda bizga kartalar. Именно mana shu burch vakillari bo'lmasa ham yokida o'sha daromad topish yaxshi, seryozniyroq yigit uchun demak yomonlik qilinayotgan bor ekanligini ko'ryapmiz. Demak yomonlik qilayotgan inson juda ham xarakteri tez, восьмерка жезл kartamiz. Biz o'rtangizda demak suhbat, переписка, yozishish, mana shunaqa holatlar bo'lishi ham mumkin deb ko'rsatadi bizga bu kartamiz. Demak juda ham ko'p gapiradigan inson, juda ham ko'p gapiradi, juda ham tez gapiradi, juda ham tez harakat qiladi. восьмерка жезлdagilar juda ham tezlik nimasi kartasi. Demak o'sha orqangizdagi o'sha g'iybatlarni ham tez nima qiladi? G'iybatni ham kuchli qiladi deb ko'rsatadi. Четверка kubkov kartamiz esa demak bizda mana shu sizni demak yigit sababli настроенияsi yo'q sababi ko'ngli to'lmayapti, что sizga demak mana shu boyagi g'iybatlari ham mana bu yerda kartamiz ko'rsatyapti. Orqangizda g'iybat demak tuhmatlari ham yordam bera olmaganligi sababli demak bizda mana bu kartamiz tushdi. Karta diyavol. Mana ko'rishingiz mumkin. Demak bu bizda boyagi birinchi variantda ham mana shu почти ketma-ketlikda tushgan edi. Karta diyavoldan keyin Pash kubkov kartamiz tushgan edi. Demak bu kartamiz bizga o'zi boyagi aytib o'tganimdek sehr holatini, keyin g'iybatlar, demak tuhmatlar holatini ham ko'rsatadigan karta. Demak bu aniq bu yerda yigit figurani tushdi. Demak o'sha siz bilan o'sha sizga yomonlik qilayotgan inson o'rtasida qandaydir bir yigit bor deb ko'rsatadi bizga kartalar. Orqangizdan demak g'iybat qilishi kerak bo'lsa, demak eskicha o'sha sehr yo'lida ham
murojaat qilishi bor bu insonni. Pash kubkov kartamiz, demak bizda mana ko'rib o'tganingizdek, o'zini muloyim, maska доброты, ya'niki judayam mилый insonni, demak judayam yaxshi, mehribon insonni rolini o'ynaydi deb ko'rsatadi. Bu inson sizdan kichkina bo'lishi ham mumkin. Pajlarimiz odatda bizdan kichkinalar. Ya'niki sizdan kichkina inson ham bo'lishi mumkin yoshga nisbatan. Demak, karta zvezdamiz bizda ideallik kartasi. Ya'niki sizni mana shu ideal ekanligingiz, mana bu nima desam ekan, siz idealsizda, siz unga yulduzsiz, yeta olmaydigan bir yulduzsiz. Mana shu narsa ham uni mana shu ahvolga solib qo'ygan. Tushunyapsizmi? Misol uchun yulduzga biz intilamiz, yulduzga biz havas bilan qaraymiz. Bu yerda o'sha sizni demak siz obyektsiz, boyagi hasad obyekti. Sizga o'sha hasad qilishi, sizni energetikangizga, sizni demak qurbingiz yeta olishiga nimalargadir yoki mana shu insonga ko'proq siz yoqishingiz sababli, demak shu sababli emas, sizga yomonlik qilishi bor ekanligini ko'ryapmiz mana bu kartamizda. Ikkinchi variant, hayotingizda nima bo'lyapti yozib ketinglar. Men juda ham qiziqib qoldim sizlarni hayotingizga. Xo'p. Bu yerda to'shna ikkinchi ayol, o'ynashlar, uchinchi shaxslar borligi bu yerda aniq. Demak, uchinchi variant, xush kelibsizlar. Ko'rib olamiz. Demak, sizni hayotingizda sizga yomonlik qilayotganlar bormi? Kartalarda tashab olaman. Demak, agar o'sha mana hozirgi holatingiz, hozir hayotingizda nimalar bo'lyapti, sizga to'g'ri kelsa, demak ko'rishimiz mumkin. Bu sizni variantingiz demak. Hozir men hayotingizda nima bo'lyapti deb ko'rib olaman. Hayotingizda nimalar bo'lyapti? Hayotingizda nimalar bo'lyapti? Hayotingizda nimalar bo'lyapti? Voy, nima bu? Hayotingizda nima? Asal, namchi zo'r. Xursandman masala uchun. Xo'p, demak, bu yerda qaranglar. Hayotingizda nimalar bo'lyapti? Mana asalni qaranglar, mana asalni imperator. Voy, mana shu yaxshi ko'raman shu nimalar. Juda ham chiroyli. Prям qarang, 78 ta karta bo'lmasam, 78 ta kartada mana shunaqa ketma-ketlikda tushishi juda ham zo'r. Xo'p, bu yerda nimani ko'ryapmiz? Ko'pchilik bu yerda ko'proq auditoriyamiz homilador yoki o'sha homilador bo'lishga harakat qilyapti, yoki o'sha ko'pchilik farzandli ham bo'ldi, yoki ko'pchilikni demak bu yerda nikohi, to'yi, mana shunaqa holatlari ketayotganini ko'ryapmiz. Bu yerda demak juda ham ofitsialniy, rasmiy demak yoki o'sha homilador hozirda yoki yaqinda tug'ib bo'ldi, yokida demak o'sha nikoh o'qitish yoki o'sha zaksdan o'tish arafasida turgan ekanligini ko'ryapmiz. Demak, bu yerda o'sha agar sizga to'g'ri kelayotgan bo'lsa, ko'rishda davom eting. O'sha oilali bo'lsangiz, bu yerda eringiz, bolalaringiz mana bolalaringizni oldida ekanligingizni ko'ryapmiz. Ya'niki shaxsiy hayotda bu yerda bolalardan ko'ngil to'lgan, xotin yonma-yon tushyapti. Demak, bir-birini qo'llab-quvvatlovchi xotin sizlar, faqat o'rtada qandaydir bir ayol bor. Koroleva mechей kartamiz tasvirlangan. Bu teparoqda tushyapti. Demak, bu bывшая жена bo'lishi ham mumkin, ya'niki o'tmishdagi ayol. Chunki imperator, imperatrica bitta bo'lib tushyapsiz. Bu o'tmishdagi ayolning kartasi tepada tushayotganmiz. Demak, o'sha o'tmishingizda misol uchun xo'jayiningizni eski ayol aralashayotgan bo'lishi mumkin. Yokida demak siz uni ikkinchi ayoli hamda o'zini birinchi ayoli bor bo'lishi mumkin. Bu yerda holat mana shunaqa. В целом oladigan bo'lsak, demak bu yerda mehr, muhabbat, hayotingizda yangi boshlanishlik, karta Solnце bizda farzandni ko'rsatmasa-da, yangi boshlanishlik, yangi hayotga qadam qo'yishlik yoki o'sha yaqin o'rtada demak taqdiringizdagi insonni uchratgan bo'lishingiz ham mumkin. Mana chunki bu yerda para bo'lib tushayotgan kartalarimiz tasvirlangan. Hayotingizda hozirda demak mana shunaqa holat ekanligini ko'ryapmiz. Xo'p. Demak, agar sizga shu variant to'g'ri kelgan bo'lsa, demak bu sizni variantingiz. Ko'rishda davom eting.
Xo'p, demak, uchinchi variantni tanlaganlarga yomonlik qilayotganlar bormi? Uchinchi variantni tanlaganlarga yomonlik qilayotganlar bormi? Xo'p. Yomonlik qilayotganlar bormi? Xo'p. Bu yerda xo'p, qizlar. Men hozir hayotinglarni ko'rganimda hayotinglarda prям yaxshi holat bo'layotgan edi-ku, nima uchun bunaqa holat tasvirlanyapti? Bu yerda nimani ko'ryapmiz? Sizga yomonlik qilayotgan bormi deb ko'rib oladigan bo'lsak, bu yerda qiz bola figura emas, bu yerda erkak figura tushyapti. Ya'niki qandaydir bir sizga nisbatan demak, nima desam ekan, agressivniyroq bo'lgan yigit tomonidan bu yerda, chunki ikkita ritsar tushyapti. Ritsar mechi и ritsar jazl kartalarimiz. Demak, juda ham reskiy ekanligini, bu inson agressivniy inson ekanligini ko'ryapmiz. Demak, qattiq gapirishi mumkin, qattiq demak haqorat qilishi mumkin, qattiq demak qanaqadir siz bilan sporit qilishi mumkin ekanligini ko'ryapmiz. Ritsar jazl ham bizda demak bu inson juda ham demak impulsivniy, rashkchi inson ekanligini ko'rsatadi. Demak, bu yerda nimani ko'ryapmiz? Shaxsiy hayotingizda demak buvshiy qandaydir bir o'sha o'tmishda qolgan, buvshiy degani bu o'tmishdan qolgan erkak. Chunki bu yerda mag kartamiz ham bizda demak yigitni kartasi tasvirlangan. Bu yerda demak ko'rishimiz mumkin, o'sha sizni e'tiboringiz unga yetmayotganligi sabablimi, sizni demak yoki boshqa hayot qilib ketganligingiz sabablimi, mana shunaqa qanaqadir bir qo'rqituvlar, davleniyalar bo'lishi mumkin, yoki orqangizdan demak gap chiqarishi mumkin. Bu mamnaqa edi, bu qarach undoq edi, bundoq edi degan g'iybatlar ham chiqarishi mumkin deb bizga kartalar ko'rsatadi. Chunki siz boya ham imperatrica bo'lib tushdingiz, hozir ham demak imperatrica bo'lib tushayotganingizni ko'ryapmiz. Mana shu sizni demak go'zalligingiz, mana shu demak ayollik bir energiyangiz uni go'yoki g'azablantirayotganini, siz o'sib ketganingiz. Bu yerda qanaqadir o'ylab ko'ringlar, eski yigitinglar bo'lganmi, eski turmush o'rtog'inglar, go'yoki o'sha yomonlik u tarafdan kelyapti. Mana shunaqa yigit figuralar ko'p bu yerda, juda ham ayol figura emas. Bu yerda chunki imperatrica bitta siz bo'lib tushyapsiz. Bu karta umuman demak yigitlarga tegishli karta emas. Agar erkaklar ko'rayotgan bo'lsa, yo'q. Uchinchi variant faqat ayollarga tegishli. Maqsadi demak nima ekanligini ko'ryapmiz. Bu yerda maqsadi qanaqadir boyagi nimasini qondirish, nima desam ekan, man erishdim, man zo'rman, sen man tan olishing kerak degan qanaqadir bir утверждение kerak. Вот shunaqa holat. Tipa men baxsizmanmi, sen ham baxsiz bo'lishing kerak degan holat ekanligini ko'ryapmiz. Bu yerda demak ozgina o'tmishingizdagi sobiq yigitlaringizdan sal ehtiyot bo'lishingiz kerak deb bizga kartalar ko'rsatyapti. Xo'p, demak bugungi ko'radigan mavzuyimiz shu edi. Yana qaysi mavzularni ko'rishni xohlaysanglar, kommentariyada ko'rsatib o'tinglar.